محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik qarindoshlarimiz, bu qadimki dersimizga yine hoş kelibsizlar. Bizniki bu qadimki dersimizdeki asosiy mavzui, yani temisi din degan nima? Ve bu din qancha xilga yani bo'linadi? Bunun ustida inshaalloh to'xtalishga va tushuntirishga biz harakat qilamiz. İnşallah Allah bu maqsadga yetishga Allah muvaffaq qilsin. Çünkü bu din meselesindeki üzerine nayet yalqı insanlarınki otursada bek bir oxşamagan bir göz qarashda bo'lgan bir mesele. Endi asli bu din degan gapniki üzeri bu Arapça gap bo'lib, asli buniki asli lug'at, yani sözlük ma'nosiga buni bir o'qib o'tish kerak. Onu dekin kishilar o'tirisida ishlatayotgan din degan nima? Bu ma'nosini aytaylik qari odam o'ziga. Yani her taife, her yani mezhep, her millet ve her halk o'ziniki tushunchaga asosan bir xil yani e'tiqod, bir xil tushunchaga o'zini yani ibodat va kazo naskarahninki o'zida buni din deb e'tiqod qiladi. Endi din degan gapniki o'zi har tilda o'ziga tushliq bir tarjima nimasi bor. Endi bizniki Uyg'ur tilida, yani bu Uyg'ur tilida din degan bu Arapça tildan kirgan bir til bo'lib, buniki dinninki asli lug'at ma'nosi bu nima? Endi asli bu lug'at ma'nosi Arapça tilninki, yani bu Arapçada asli ishlatilgan, yani Arapçanınki o'ziniki asli sözlük ma'nosida dana yadinu dinen, yani deynen ve diyaneten deb müştaq keladi. Yani dana yadinu, yani bunu ecveb yai deymiz. Buniki asli ma'nosi dana yadinu e'tiqod qildi, yani ishondi. Shuningdek hem ishondi hem e'tiqod qildi, shu bo'yicha bu narsaki o'zini bu adam yani qarz verdi, onu berib turmish bo'lmaydi degan mushundaq ma'noda ishlatildi. Yani asosan e'tiqod va jazo, yani uniki qarshilig'idagi narsaki o'zini qarzniki o'zini dayn deb ataladi. Uniki zir bilan atalgan vaqt o'zida yana din deb kelgan vaqt o'zida buniki asli diyonat, yani e'tiqod, yani tushunch, yani jazo, mukofot, yani yawmiddin deganga asosan ve ondan başka bu dinniki yani bir qancha yani lug'at ma'nosiga asosan mushda ishlatilgan mushda asli ma'nosi shu mana bu. Endi buniki endi din degan bu asli masdar bo'lsa, bu keyingi vaqtdagi o'zida bu ismga aylanib ketib, yani bu e'tiqod qilingan va jazo va mukofotdan iborat bo'lgan mush narsani o'z ichiga olgan narsaki o'zini bu lug'at ma'nosida buni din deb ataldi. Bu e'tibor bilan anladıkken şu ishlatayotgan yerninki o'ziga ahvoli qarab, masalan jazo yoki e'tiqod yoki undan boshqa qarz deb, chunki u qarzniki o'zima bir odamniki gardiniga mana bu bamiz bo'lmaydigan narsa bo'lgandan keyin majbur mushtaq bir narsa. Chunki dinninki bu bir tushunchasi nimasiga asosan bu majburiyat. Yani o din, yani e'tiqod qilish, yani insanlarınki bir narsaga e'tiqod qilib tushunish va uni fikr qilish, yani ruhiy ma'naviyatdan iborat bo'lgan bu narsa bo'lmasa qat'iy bo'lmaydigan narsa. Mana bu e'tibor bilan uni qarz ham e'tiqod ham jazo degan mush ma'noda ishlatildi. Endi buniki ham de jam'isi adyon, dinlar degan gap. Endi buniki asl lug'at ma'nosi mana mushu shaklda ishlatildi. Endi bizniki İslam dinimizde, yani Müslümanlarınki göz karşıya bu din degan asli ikki xil
buludu. Birisi dini ilahi, hin birisi dini vaz'i deb atıldı. Hem de dini ilahi degen, mana Allah Taala tarafdan, asman tarafdan tushgan bir din degan gap. Dini vaz'i degen insonlar o'ziniki shu coğrafiyalik o'rin va uzun muddatlik shu yerda yashayotgan ashaniki muhitiga qarab mana barliq kelgan bir xil tushunch, ya'ni bir xil e'tiqod, ya'ni o'zi inson o'zi ojiz bo'lgan ekan, ham ojizlikdan iborat bo'lgan narsa jazman bu mendan ustun bir kuch var. Şu kuchga asosan men uni yolib olsam, men qiladigan ishniki o'zini shuniga, ya'ni e'tiqod qilib, shuniga ya'ni bosh urib, ya'ni toproq, ya'ni shu shaklda qilib, buni qarta andagi jazo mukofot bo'ladi. Ham shu buncha men buni men e'tiqod qilaman deydigan mushudaq nima bo'lgan bo'ladi, bu e'tiqodda bo'lgan bo'ladi. Bu vaz'i tarafdagi, ya'ni insonlar o'ydirib chiqqan, ya'ni Alloh taolaniki tushirgan, Alloh taolo tarafidan kelgan dinga o'xshatib olib, bular o'ziniki e'tiqodiga asosan mana har xil narsaga ta'sirga uchrab, har xil, har zamonlar, har vaqtlarniki o'zida bu musibat va har xil qiyinchiliklarga uchrab, buningda bir chiqish yo'li men hozirlash uchun ba'zi bir e'tiqodiy, men o'zidan cho'ng bir narsa o'ttirg'ichi qo'ydigan gap. Mana bu narsaniki o'zi bu nima? Diniy vaz'i, ya'ni insonlar tarafdan o'ydirilgan bir din deymiz. Endi hozirgi mana hozirgi dunyomizda shu din ustida ib berayotgan, dinniki ustida tadqiqot qilib, dinning ustida tushuncha ib berayotgan, mana shu oliy ilm yurti deyli, yo boshqa tadqiqot o'rinlari deyli, yoki din to'g'riliq bir tadqiqot ib bordi deyli. Men asosan men shu diniy vaz'iniki ustida to'xtaladi. Buniki asosan shu diniy vaz'i, ya'ni insonlar o'zi o'ydirib chiqqan dinniki umumiy xulosasiga qarab, din degan mushtaq narsa ekan, bu kim paydo bo'lgan narsa ekan, o'zi paydo qilibdi, o'zi ojiz, ma'lum bir tabiat dunyosidagi tabiiy bir narsaniki kuchi yetmay, shu orqali buni yo'q qilishga, buning ustida g'alaba qilishga shundoq bir ustun bir kuch bor ekan deb, andaki shu kuchniki o'zi xohishi bo'yicha men onda qilsa bo'ladi, bunda qilsa bo'ladi deb bir millat ya bir xalqniki o'zi shu ya'niki o'zida buni bekitgan deb hozir o'ttirib qo'yilayotgan mana dinningki ta'rif, ya'ni ilm deb o'qiyotgan oliy ilm yoki nima deydi, asos ilm mushning ustida to'xtaladi. Mana mushning ustida to'xtalib, bu insonlar tarafidan o'ydirilgan din bo'lgan lekin mana bu batil, xato din. Mana bu dinniki o'zi insoniyatga aslida bu apyon. Bu insonlar o'zi bu dinniki o'zini, bu din degan odatdagi narsa bo'lgan ekan, buni o'ydirib chiqib o'charimizda har odam o'ziniki yoki mufakkir yoki tajribaga deyli yoki shu yerdagi ba'zi bir tabiat kuchlariniki ba'zi bir ta'sirga uchrab bu iloh o'xshaydi, hamma narsa shu qildan o'xshaydi deb shu orqali vujudga chiqqan bir xil nima u diniy isqot. Men mushriki sababini bu din degandikin, u ma'lum muddatdagi u dinniki o'zi bu insonlarniki hech qanday bir taraqqiyotga mos kelmagan. Mana insonniki asli yashash mohiyatiga asli to'g'ri bo'lmagan, insonniki butun ehtiyojiniki hech qanday bir tarafda qondirolmagan va uniki ehtiyoji chiqarmagan. Shuni o'ylab bular mana jamiyatda oldiga ilgirlash, turmush va gazo ishlarini texim yaxshilashtirishga bu bir xil to'saq bo'lganligini ko'rib, bu insonlarning o'zi bu dinga, har xil dinga kirib ketgan vaqt o'zida buniki g'ayri bo'lgan, bunidan boshqa bo'lgan hech qanday bir tushunchaning o'zini unutmagan. Mana o'zidagi shu amaliyotda xato bo'lsa-mu, uniki hech qanday bir asli yo'q. Uniki ya ilmiy yoki uniki bir aqli ya mantiqi o'rg'in kelmagan bir xil odatda nimalar bor. Mana buni qarab insonlar mushunga aşağı deb cho'qirib ketib qolgan bo'lgandan keyin, mana bu e'tibordan bu din men mushundaq narsa ekan, bu din insonlarni zaharlaydigan narsa ekan deb anladıkken, mana jamiyatga asosan mushundaq fikrni mana tengish orqali aniki bu qatorda haqiqiy insonlarni mana dog'dam yo'lga, haqiqiy sog'lom mana e'tiqod har tarafda yaxshilikqa olib borgan dinniki o'zini buning ichiga akirib, bu ma'nodagi bu dinniki o'zi apyon, shuningdek bu zahar deydigan insonlar o'ydirib chiqargan din deganidek mushundaq e'tiqod bilan bir o'ttirg'ichi qo'yib o'tdi.
Yani bizdeki itikadımızda din, yani ilahi din, yani Allah Teala tarafından düşürülgen din, keltirken din, yine birisi insanlığa uydurulgan din. Zaten insanlar uydurup çıkan mesela Budda dini değil, ya ki Şaman, ya ki Laman, ya ki Hindu dini, Sikh dini değil ve onun başka mesela Afrika, Cenubi Amerika Katarlık, şu Avustralya kıtasındaki bazı yerli halklarınki ve şunu da bizdeki etrafımızdaki bazı şu kabile ve kişiler karga vakti yüzünden bu dinliki yüz aşının kıldığı bildirdi. Men aşını bildirgendeken men şunu qarab andaki din men muşundaq narsa ekan deb uçanın ko'zida bunuga har xil muşundaq mena xata fikrini o'tirib qo'yish orqali mena bu bizniki mena eng katta, to'g'ri, mutlaq haqiqat bo'lgan. Mena har qanday vaqtingizni ko'ndirib qolmaydigan. Mena insonlarni dunyo va oxirat, dunyoda emas va oxiratda mena eng sog'lom, eng rohat, eng abadil abad mena yaxshi mukofot, salomatlikga olib men mushu dinniki o'zim shuni ishga akirib, bu dinning izmi uchun mushundoq deb shu qaravotdi. Bu tüpte nima o? Xatodir. Yani vazi din degan shu. Şunu qarab anadikin bunu qarab bergan ta'bir va tushunchadagi o'zi din degan nima bu? Din degan bir hodisa. Din degan mushta insonlar o'z o'ttirsida mushundaq bir tabiat dunyosida ma'lum bir voqea yuz bergan vaqtning ichidan uni hal qilolmay, ashta bo'lgan vaqtda uni ustida bir kuchni talab qilish orqali buningdan anadagi dinni men mushundaq e'tiqod qilgan din. Bu aslida burun tatib yo'q din deb mushundaq tushuncha qiladi. Buni qarshi anadikin yin bir kuch var. Din degan narsa hargizchi yo'q deydigan, yani ateist. Yani ateist ve Marx Engels şu Darwin'den ibaret olan bu nimeleniki oturup koygan bunu asasen din degan narsa yok. Mayli vazi din olsun, mayli ilahi din olsun, hemmesi yok bu hata deb o'zidagi har qanday narsadagi o'zini materialistik, yani moddiy shu amaliyotda ko'rgan narsadagi asos qilib chiqish qilib men mushundaq qildik bizdagi bu ilmiy nazariya va ilmiy haqiqatda o'tirib qo'yib men o'zidagi xato mushtaq falsafasiga o'zini ma'lum muddat bozog'icha sog'an bo'ldi. Men bular men mushu tarafda cho o'tirib qo'yadi. Endi buniki bu din ustida olib borgan tadqiqot va uniki tekshirishligi o'zi degandek to'g'richa emas. Endi zaten insanlar tarafından uydurulan dinniki özü İslam dinimizdeki üzümü, yani ilahi dinin üzümü buna karşı. Mene bu Allah Teala tarafından keltirilgen din. Şunun da peygamberlerdeki evetke peygamberler olup düşken kitaplarındaki asası. Mene bu asasen bu insanlar yüzü uydurup çıkan muşu insandaki esir kadir kıymetini tövelleştirivadığan. Hatta insanda mı bek Naçar aşına teven aletki düşürüvadığan bir seviyege ekip koygan muşda din yine uydurulgan din olgan diken bu dinniki üzge her tarafta mene karşıçı bu üstü. İlahi din bunu karşı. Şu an ne bileyimiz bizdeki İslam dinimiz, yani dinimizden Allah bir. Şunu da bununki karşılığı da yok deydiğen, şirik var deydiğen, mene şirik var deyip yüzü bu şu kolu da özlüğüden yasaydiğen bir narsa apırıp bizde Xudayimiz devasa şunu apırıp Xuda deb aşağı neyimiz makul deydiğen. Ve şunu da özün azırak bir tabiat güçlerinden ibaret olan kiçkine bir güçleki üstün bu qağallıktan bu bizim ilahimiz deydiğen. Mesela Quyosh, ay, yolvaz, kala diyenledek men her xil cin, şeytan diyenledek bundan narsani muşundaq bizdeki ilahimiz deydiğen muştaq ahvallar çok bağımdı. Mene bu İslam dinimiz bundan bir itiqadqa tüpte nime o karşı. Hem de onda olan bo'lgandan bu İslam dinimizdeki din bu nima? Mene bu İslam dinimizdeki dinninki o'zi butkul koinotni, sizlar bizni butkul mavjudotni bu mavjudot bizdeki bu mavjud olamimizda bu dunyoda bu hech hisobsiz. Uniki sonida belgilovchi bo'lmaydi. Hamda soni belgili olmaydi deb insonlarniki soni masalan 7,5 milyar yoki olmaydi insonlardan boshqa bo'lgan mesela jonliqlarniki mesela turini hesaplaydı mesela ancha mancha deb. Onun başka her bir türüneki a'zosi ve uniki sonidagi erishta taxmin mushtaq çok qiladi. Şunu da bu yer şarida mesela yer şaridin biri var, aydın biri var, quyoshdan biri var desimi
Lekin uningda yuqori bo'lgan, masalan, Quyoshniki mana bu yer sharidan iborat bo'lgan bu biz yashayotgan bu zaminniki, bu makonniki o'zi Quyosh sistemasidan iborat bo'lgan bu sistemadagi bir Quyosh atrofini aylanadigan bir nima u ilmilik, ya'ni bir xil bu osmon nima u makon. Mana bu Quyosh mana atrofida aylanadigan 7 yoki 8 yoki 11 mushundaq planetlar var. Onun ismi her xil. Mana birisi deydi bir kun bir mezgildeki mancılık keşif kıldı. Vay anı taptı, manı taptı, kündü müşta özgürlük çok git bardı. Hem de Quyosh nuruniki şu Samanyolu sesmesi bilen. Mana Quyosh nuruniki sesmesi qarsak, Quyosh nuruniki sesmesinden en jirak olan Plüton, Neptun degan yulduzdaki aralığındaki muşun. Musafa nayt jirak. Adamniki akıllı kilometr nemeler hesaplı olmaydı. Bu nemeler hesaplaydı hazır? Nur yili degan narsa bilan hisoblab bir sekundning 300 ming kilometr tezlikda boradigan nurniki nemisi shu orqali hisoblab yo'q qo'yadi. Anavoniki bu yer shari Quyoshniki atrofi shundoq cho'ng. Quyoshga sistemaga o'xshash shundoq kengri shundoq joydan Samanyolu sistemasidan necha million Quyosh sistemaga o'xshaydigan shundoq mana bu sistemlar bor deydi. Buni soni o'qimayotdi. Bir qancha 100 ming deydi, 1 mincha deydi, 1 million deydi, 1 milyar deydi. Mana mushu Samanyoluniki ichida Quyosh sistemasi o'xshaydigan, men mushundaq mana sistemadan ba'zilari 1000, ba'zilari 10 ming, 100 ming, 1 million, 1 milyar. Mushunda son qolmaydi. Shuningdek Samanyoluga o'xshaydigan, yana yulduzlar to'pi deb uning cho'ng bir nima bor. Buning ichidan Samanyoluga o'xshaydigan ashundaq mana shundaq ya'ni galaksiya deymiz. Şunundak şu yulduzlar topudan, yani o yulduzlar topununki içinde Samanyoluga o'xshaydigan necha milyon, 100 milyon deydi, bazılar 1 milyar deydi. Muşundaq narsa var. Yani demek çoğunu bulanınki kuniga bu alem kengayib ketib bordi. Şu deydi. Mana muşu itibarı bilan, muşu sebep bilan anadaki bu kainatda mavjudat alaminiki zodi onunki soni bilmayotdi. Buniki soni kim biladi? Fakat şu narsani yaratgan, şu mavjudatni yaratgan zotniki o'zicha biladi. Va ma ya'lamu illa hu. Fakat Allah'dan başka hech qanday bir zot, endi bu qiyomatning nimasi bo'lsa, fakat hech qanday bir narsa uni bilmaydi. Fakat Allohcha biladi. Unda o'adikin, mana mushu koinotda yaratgan barliq mana zot, mana hamma narsa yo'q yerda bar qilib shunday harakat, bu koinotniki o'zida hech qanday bo'sh yer yo'q. Hozir bunda qaraymiz, mana havanimiz bo'sh, hech qanday bir bo'sh yer yo'q. Hammasi to'shqan holatda har bir yerda zodi hech qanday, ya'ni bir jism yo'q, bir hayot yo'q. Men mushu koinotni yaratgan, mushundaq mana mavjudotni yaratgan zot tarafidan kelgan nima bu? Din. Bizim İslam dinimiz men mushtaq bir din. Bu unudu başka din olgan, başkalar itiqat qilayotgan. Mana o din deyli, mesela Budda din deyli, yoki lama ya şaman, yoki Majus din deyli, Hindu din deyli, Sikh din deyli, yoki Avrupa ya Afrikalıklarniki, yoki şu Janubiy Amerika deyli, yoki Antarktika ya Avustraliya tarafı qit'asiga yaşayotgan, bizning atrofimizda yaşayotgan yerlik şu milletlarniki mesela deyli, şuniki itiqat qatqatgan, aşı dinniki nemisi nima o naitijik. Mana onu deyli, bunu deyli, oniki naiti nima o jik. Endi uniki itiqadi aşındaq jik bo'lgan bo'lgan ekan. Endi bizdiki itiqadimizda, bizning itiqadimizda bularniki hammasi nima o xata, ya'ni batil mushtaq bo'ladi. Ana oniki bizdiki mushu Alloh taolo tarafidan kelgan din mana mutlaq nima o haqiqat. Buniki qarshisi bo'lgan, mayli qaysi din bo'lsin, o tüpte nima o xata. O xata bo'lganligi uchun şu yerdeki dindiki, şu dinge itiqat qatqan insonlarga qarab baqsaq, bu dinni itiqat qilgan narsaniki o'zi shundaq insonlarni shundaq vayron, shundaq xorlash, shundaq bir ichilish bir holatga ekib qo'yganligini bu yerda muqaddimiz ko'ryapmiz. Mesela Hindiston, mesela Afrika va hokazo. Bu batıl din. Ama bizdeki İslam din butkul koinotni yaratgan, mana sil bizni hamma narsa yaratgan zotniki nemisi o dini. Endi din deb kelgan vaqtning o'zidan kishilarniki ba'zilarniki ing'ida bu ko'niliq nemisini qiladi. Asli din degan
muşu insanlarniki, muşu hayatı dünyada hem nersiniki uniki kanuni belki bir neme o tüzüm. Bir sistem, bir nizam. Asıl yeni til boyunca bu dinni düşünsek bu bir nizam buludu. Nizam desek mi uçanın gözüde nizam diyenlik azı din diyen gapniki mevzu umum cihati bildiremaydı. Nizam diyen mesela bir devlet bir padişahlıkniki fakat şu zahir taraftan idare edip şu boyunca ip gitpagan bir tüzüm diyen gap. Ama bizdeki dinimiz çoğun şunu şundak yani zahir taraftan onu kanuni devlet aldı da şundak başkorup açtak kılıçtım başka kanunun bağlanı başka her bir adamdaki yegane halatdaki ve ayan aile o şundak o adam bilen hoşulları o adam bilen başka hayvanatlar başka mahlukatlarının otursu bolgan hem narsa belki çok berdi. Belki bergan nima o din asli bu din. Yani şundak bu dinniki yüzü bu dünyada emas o dünyada mı? Şu din boyunca mağdıgan, yani İslam dinimizdeki köset boyunca iş bolduğan bir din. Yine aynı zamanda bu İslam dinimizdeki yüzü, kainatta kandak bolgan bolsa, kainattaki mevcudat, yani bizdeki şu yaşaş, bizdeki şu beden kuruluşumuz, nimeye kandak buluşumuz ve insanlarınki asıl mahiyeti, cisim bilen ruhunu terkip taptı diyen, şu nesdeki asasını, bunu nime oturup koydu? İslam dinimiz oturucu koydu. Bu itibarıyla dinimizdeki yüzünün nizam değiş, ya ki sistem değişindeki yüzü bu mana unuğa az, yani kişi çok kip kalıdı. Şu an bunu düşündürüş için, hazır hem medemler var bizdeki siyasi tüzüm, ya ki sistem, ya ki bombaydı nizam, diyen boğan diken, bunu hem medem bunu asal düşürdü. Ama din dep gelse, bu din degan apyon va kaza deb kelgan adamlarniki ta'siridan faqat din yani buniki e'tiqod bo'yicha faqat din u odamniki shaxsiy ibodat, shaxsiy ishlarida bo'ladi Alloh bilan o'zining orlig'ida ya masjidda bo'ladi yoki ma'lum bir darajada bo'ladi ammo insonlarni idora qilayotgan hokimiyat siyosiy masalaga o'zicha aralashmaydi deydigan chunki unda qilsa dunyoni boshqara olmaydi ekan bu vayron qilyapti deb o'tirib qo'yib hamda Yevropaning o'zida o'shaning o'zida ilmani fikrinin yüzüde şu çağın yüzüde Hristiyan din özgürlüp ketken din olgan diken ve onu da başka dinlerin ki üzüm onu ihtiyaç kalamagan diken şunlar dinine hakim arvasak olur diken dep arvetişten ibaret olan ilmani şekildeki tüzüm oturup koygan. Bunu olan anladaki bu İslam dinimizin ibaret olan bunu düşünme. Bu İslam dinimizin müştaksak oldu diken dep yani bazı adamların ki üzüm müşt oturup çok kuyuyordu. Asıl bizim İslam dinimiz ma'lum ya ki hakimiyet, ya ki devlet, ya ki taraqqiyot, ya ki fen texnika, ya ki olmaydı dünyada yaşayan katkan ma'lum dereceli öz işçilegan dinçi emas. Bu din her bir adam tug'ilishdan, hatta tug'ilishni oldidan tatip, amildor vaqtini qanday qilish kerak, er ayol qanday yaqindoshlik qilish kerak deganlarni tatip, ta bu odamniki o'lgani qadar. Yine o'lgandan keyin ölgenliğe ölçüp boğun ağırlıkta bu adam bütün hareketlerini meyli o yüzülen bolsun, ruhu bilen bolsun, ayağı bilen bolsun, vallahi her kanda hareket ya halk bilen bolsun, hakimiyeti olsun hem bunu tüzeydiğen şu bunca açtak etman deydiğen tüzep onu sistemlaştırıp onu nizamlaştırıp verdiğen neymi o bir kanun olup yani nizam bulup bu yine ölgen deyki mi kabristanlık kanda kılıç yani onu deyki devzak cennet girişte boğan ölgen deyki mi onu öldep verdiğen onun ki üstüde değildiğen muşundak neymi o din yani bu asli mensi şu yani madak çıkıp etka vaktizde yeni zamandaki bazı adımlarımız bunu siyasi bir tüzüm ya ki nizam ya ki sistemde hakkı düşendiriş cihette muştakçı deydi ama yani ayet-i digerimizde bu siyasi mesela tüzüm ya ki hakimiyet kurulması ya ki olmaydı nizam ve tüzümden ibaret olan neyse bu İslam dininden ibaret olan bu umum mezmundaki üzerine bunu okupçu ketamaydı. Bunu öz işi alamaydı. Kişi kalırdı. Şu biz hazır bunu amal bakahını düşündürüş için bu deyimiz yani nizam ya tüzüm dep düşünsek çok buludu. Bu tüzümde hazırki bir tarafı maliyeti düşünüvatkan yani siyasi devletteki hakimiyetteki kuruluş şekildeki fakat bu tarafı çok emas. İnsanların hem terfi, beden, ruhi, ayet-i digerimizde hem terfi özü algan bir nime o bir tüzüm. Bu tüzümdeki üzü, hiç kandak vaktin üzü de,
Qandaqki aldığımız dersimiz degende bu Allah Taala tarafından kelgan her bir peygamberler kelgan bir din olgandan keyin bu dinniki o'zi asli din yani bizning e'tiqodimizda yin bir din asosi ikki qismini o'z ichiga oladi. Birisi shariat, birisi iymon. Ya'ni e'tiqodiy qismi u. Dinimizdeki e'tiqodi qismi ta Adem alayhisalom tortib Muhammad alayhisalom ya'ni qiyomatga bu hargiz o'zgarmaydi. Bu tüptün muntazam sabit turadigan bu nima o asos ya'ni yadro qismi. Ta Adem alayhisalom mana Allah Taala Adem alayhisalomga 10 so'yib ya'ni kitob tushgan vaqtida qanday deb Adem alayhisalom shuni ta'lim e'tiqod qilib bergan bo'lsa, mana Muhammad alayhisalomga kelgan vaqtida bergan ta'limotni aynan o'xshaydi e'tiqodiy tarafdan. Hech qanday bir yerda uningda o'zgarish yo'q. Ammo uniki bir tarafi shariat tarafi. Shariat tarafi ahkam. Bu ahkam tarafi kelgan vaqtida bu islom diniki o'ziniki bu her bir peygamberlerniki o'zidagi yashagan mana zaman ve makan muhitga qarab mana o'zgarib turdi. Mesela Adem alayhisalomniki zamonidagi shariat bilan Nuh alayhisalomniki zamonidagi shariat, shuningdek Nuh alayhisalom bilan zamonidagi shariat bilan İbrahim alayhisalomniki yashagan mana shariat, İbrahim alayhisalomning yashagan davridagi mana amal qo'ygan shariat bilan Musa alayhisalomniki zamonidagi Musa alayhisalomniki zamonidagi Musa alayhisalom qo'ygan shariat bilan mana İsa alayhisalomniki o'ttirib qo'ygan shariat bilan Muhammad alayhisalomniki shariati asos yani ba'zi tarafdan yani asos jihat o'xshamaydi, jiq tarafdan o'xshamaydigan tarafi shu bor. Mana shu vaqtning o'zida bu dinniki o'zi burun qarag'an vaqtning o'zida shariat tarafda bu mana ma'lum jihatda shu vaqtning o'zida maskasimi, lekin u o'zgargandiki ikkinchi payg'ambar zamonida kelgan vaqtida yani rasul deydi. Elchilik zamanı kelgan vaqtida buni amal qoldirib, yana ma'lum muddat uni amalda qoldi deb, uniki o'rniga bir zamonga loyiq kelgan mundaq bir narsa uchun o'tirg'ichi qo'ygan. Bu mana shariat tarafi bunda o'zgarsimi, lekin uniki e'tiqodiy tarafi hargiz nima qilmaydi, o'zgarmaydi. Ta mana asli bizdagi islom dinimizdagi asli din deganimiz mana amaliyotda qanday bo'lsa, mana Alloh taolo mana o'z bodidoq meni tushunib, ayni meni Allah o'xshash. Buning hech qanday nima yo'q. Meni uni o'zgarishi yo'q. Meni e'tiqodiy tarafdan uchun mushundoq. Ammo shariat tarafdagi o'zida mushundoq bir o'zgarish nimalar bor. Meni uni nasx qildi, ya'ni ilgari ummatning ma'lum ahkam jihatda buni o'zgarish amalda qoldi. Ammo uni yengidi ma'ni meni Allah ma'ni amal qilganlar deb uni nima qildi, uni harakatli deb qaraymiz. Ana o'ndagi bizdagi islom dinimizdagi mana birisi e'tiqodiy, birisi ahkam ya'ni shariat tarafidir. Endi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'daki zamanı kelgan vaqtimizda aldığı dersim deb yutildi. Bu şeriat mana e'tiqodiy tarafda zaten o qiyomatga o'zgarishi yo'q. Amaliyotimiz shundoq, hammasi shundoq. Mana perishtaning e'tiqodi, iymonimi shundoq bo'ladi, ashta e'tiqod qiladi. Buning hech qanday bir o'zgarishi yo'q. Ammo shariat tarafda şu Adem Aleyhisselam bilan Muhammed Aleyhisselam'ın zamanı kelgishib bo'lgan asrdaydi. Shu vaqtimizda o'zgarish qisman jihati bo'lsinmi? Muhammed Aleyhisselam'daki zamanı kelgandan keyin men umumiy jihatdan shariatniki o'zi, dinniki o'zi takomillashib, zodi qiyomatga bo'lgan ishlarning hammasini Alloh hamma olim bo'lgandan keyin, hammani ihot bildigan zot bo'lgandan keyin, qiyomatga nima bo'ladi, qanday ishlar bo'ladi, qanday o'zgarishlar bo'ladi, shariatda yana zohir tarafdan hammani bilgan zot. Bilgan zot bo'lgandan keyin Muhammed Aleyhisselam kelgan vaqtida mana bu dinimizdagi asl biri bo'lib, unidagi shariatni o'tirib qo'ygan vaqtida shunday to'g'ri keladi. Bu yerda ko'nirib qolgan, mana oldingi darsimizda deb o'tdik. Bu shariatniki Muhammed Aleyhisselam'dagi davridagi bo'lgan zamoniga mos, mana shu makoniga istiqbal vaqt yoki arablarning yermaliga mosdi shuni deydi degan tupda xato. Mana shu vaqtimizda qanday qolgan bo'lsa, shu shariatni o'tirib qo'ygan. Yana hozirmi shundoqcha o'xshash, o'zgargani yo'q, ko'nirib qolmaydi. Yana shu jamiyatni idora qilib oldiga ma'g'uzib jamiyatdagi insonlarniki ong saviyasini uçanı yüksek derecege resmi insanlık mertebesi götürüldüğün nima o? Din. Mana o'tirib qo'ygan shariatniki ahkomlar qolsak, hech qanday vaqtimizda biz yashayotgan mushu taraqqiyot, nur davri deyotgan mushu davriniki taraqqiyot hech qanday vaqtimizda maskep yoki uni qolgan bir yeri yo'q. Mana bu ilm fan o'tirib qo'ygan va unidan boshqa kashfiyotga taqib chiqargan narsaga o'ziga hech qanday bir olimiz islom dunyosi musulmonlarning ish chiqqan hech qanday bir olim o'zi bu xato bu bilan nemaga to'g'ri kelmaydi degani yo'q. Endi
Onun içinde ma'lum yer bu qasımı lekin bilmaslikda çok bo'lgan. Ama çünkü bu nimish qundaq bo'ladi? Çünkü bizniki devatkan İslam dinimiz Allah Teala tarafından düşürülgen Kur'an-ı Kerim'deki yüzü olgandiken Kur'an-ı Kerim mana qiyomatga davomlashgan bir kitap. Davomlashgan kitap bo'lgandikan şu Muhammed Aleyhisselam'ın zamanına kelchi zamanidan ta qiyomatga nima bo'ladi aynan shu o'zgarish shu bo'lmaydi. Bu hamsi ama qisman ahvollar, qisman ishlarniki o'zi bu yerda o'zgaradi. Bu yerda o'zgargan bilan ama shariatniki asos qismi bu yerda hech qanday o'zgarmaydi. Ama fatvo va undan boshqa mana shu hukm qilish ulamalarımızın nimasi qisman ahvolning o'zida ba'zim yani şeriatta yani Kur'an yazısı aniq bo'lmagan masalaning yengida bir ahvollar yuz bergan bo'lsa, uni qarta andagi mujdiyat derecesiga yetgan rasmiy taqvo olimlarimiz o'zi mana kitob sunnatdagi o'zini rasmiy tadqiqot o'chaniki o'zidan buniki illatni tepish orqali andagi bu o'chaning o'zida hukm bo'lib qiyos. O'chaning o'zida bu yeni nima qilmagan bo'ladi, o'zgarmagan cho'p bo'ladi. Hech qanday vaqtning o'zida fan texnika qarshi, mana bu bizdagi ibodatga qarshi, yo uni qarshi degan bir ish cho'p bo'lmaydi. Mana bir ayol mesela hicapka mene hicaplanish orqali bu ayolniki o'zi hozirgi davrimiz o'zida hech qanday taraqqiyot, hech qanday bir to'sqinlik yo'q. Men shu xalimniki o'zim hozir odamlar qanday yashagan bo'lsa, masalan mashina haydamdan yoki aeroplanmi yoki texnika jihatda o'ziniki shariat ko'rsatgan shartga asosan men u yer ishlamdi, tadqiq qilib boramdi. Buni islom dinimiz targ'ib qiladi. Qanday ishlatdi? Bu hech qanday to'solmaydi. Masalan İslam dinimizdeki, şeriattaki en yukarı nemesi değil mi bu? 5 vakit namaz. Böyle neçkatim değildi bu gapning o'zi 5 vakit namazıki o'zi hech qanday vaqt o'zida ishlash davriniki o'ziga ishlash vaqti zidchu kelmaydi. Mana bomdod namozi o'qib soat mana 1-gichilik bo'lgan oraliqda men namoz yo'q. Shu vaqt o'zida ishlavasi bo'ladi. Uni deykin tamoq yeydi, uni deyki 2 minut yoki 5 minut namoz tugaydi. Namazga ham shu hech qanday to'xtab qolgan narsa shu yo'q. Va uni boshqa Ramazan deydi, roza deydi, uni va zakat deydi, hech qanday bir ahkamlik bu yerda to'sqinlik qilgan narsa shu yo'q. Unda bo'lgandikan, mana bu islom dinimizdagi shariat qismi, mana Alloh taolo tarafidan, mana Alloh taoloniki elchisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamniki mana o'ttirib qo'ygan, mana bir haqiqat bo'lgandikan, bu hech qanday vaqtning o'zida hech qanday bir yerga, hech qanday bir zamonga mos kelmaydigan yoki uni to'sib qo'ydigan, uni qamal qilib to'xtatib qo'ygan unda bir holati shu yo'q. Mana bu islom dinimiz daha kengirchen. Anda o'gandikan bizniki islom dinimiz endi. Bizniki islom dinimiz mushtaq din. Endi bu dinniki yin bir qisminiki o'zini biz ilohiy din dedik. Ilohiy dinniki o'zi mana bu nima? İlahi tarafta düşürülgen dinniki o'zi islom. İnnet dina indallahi islam. Ve men yebtagi g'ayril islami dinan fala yuqbalu min ve ha fil ahireti minel khasirin. Diyen ayet şu var. Anda o andikin din Allah'ınki dergahida nima o? İslam. Adem Aleyhisselam'ın zamanı tatip din İslam bo'lgan bo'lsa, mana Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, mana Muhammed Aleyhisselam davrikimiz kelişik dinimiz nima o? İslam. Bunun hiç qanday nima yo'q, unda o'zgarish yo'q. Bizdeki İslam dinimiz men mushundan iborat. Mana bu ilahi din men mushundan iborat, ammo insonlarniki vaz'iy dinniki o'zi bu xato din va hozirgi ilm yurtlarida o'qiyotgan dinniki asosi men mushun tutqib tadqiq qiladi. Yeni din degan ashta havadis, yeni insonlar tabiat dunyosidan binas hal qilamagan vaqti shu yerda beshik kelgan vaqti uni nima qilishimizda to'qilgan bir din. Voy andaq din, mandaq din deb men dinni nayt oddiylashtirib mushdaq bilan o'qib mushdaq oliy yurtibotgan. Meni har qanday mushu islom dunyosidan boshqa deydi. Mashaniki o'zidan. Meni islom dunyosidan boshqa yerdimi asosan shu, islom dunyosi unda ish asosan yo'q. Meni bu yerda ilm yurtibotgan asosiy dinning ustida ep berayotgan tadqiqotning nimasi shu mushu. Mushuni bilan anadiki bu yerda o'qib chiqqan mushtaq ishlarniki o'zi din degan mushundaq kanda bu dini bo'lgan men tushunsa ingniki o'zi mush darajasi bo'ladi. Ammo
Dinniki özünü, meli o din olsun, meli bir din olsun, hem bu insaniyetteki mikrobu karşı, bu adamını zehirleydiğin epyun diyen, bu sistemin asas ukvatka adamlarındaki enada, meli o İslam dini olsun, meli başka din olsun, uçanın üzerinde hemen özü gelip, bu din diyen muşunda deydiğin bir xil mene pasif, muşunda bir hata, bir düşüncede bu kalı. Bu tüpte nime o hata, bunu nime kımgallık olan, bunu bilmeyenlik. Hem de bu gepke vaxtın özüde bu yerde dep kuşlanım emez. Eğer onu düşürmediyse uçanın üzerinden mene ölümalar bölümümüzdeki cemiyet hem yer verip sorsa hem her adam hazır telefonu 12 mail alırsa hem mesela bu yer malum. Şu an sonra verse hemen çoğu yer cevapçı alır. O kupulamayı tutup uçağınızda cirak tutup onda bir kısıcı o bombaydı hem de. Hem de hoş hem de ilahi din şu. İlahi din kança ilahi din Allah Teala tarafından mene düşürülgen ilahi din hazır günümüzü yetip kelgen dinlik üzü asasılığına töt. Mene töt yani kitapın asas kalmağını şunu kelgen bir din var. O kavı Yahudi dini, Hristiyan dini ve ondan başka mesela Davud Aleyhisselam'a mesela Zabur düşken bunu asas kalmasın bazılarından Sabi'anınki neymiş şuna deydi. Ondan başka İslam dini. Mene bunu asasen bunu samavi din dep atıldı. Yani asman tarafta düşken din ya ilahi din yani dep atıldı ama bizdeki itikadımızda, biz düşüncemizde mene bu dinlik üzü Allah Teala tarafından düşürgen ahlime o din. Ama bizdeki dinimizdeki aldıdaki Yahudi ve Hristiyan dinden ibaret olan bu din bu kandak din. Mene bu dinlik üzü Allah Teala tarafından keltügen İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam düşken din bolsa mı? Lekin bir müddetlik ki bu dinlik üzücü özgürüp ketken. Özgürüp ketken deyken şuna Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim düşüşü arkalık bu zatı peygamber evetken. Anda o halde mene bu asasen mene ilahi din hazır nimimiz 3 din deyimiz. Onundan başka veli dinlik işte asasen biz bilen uçkuşuvatkan muşu Budda dini, Hindi dini, Sikh dininden ibaret olan mene bu din biz bilen asasen ne kıldı? Bunlardan biz bundan uçkuşumuz. Yani hazır dünyada asasen bunun için egelleydi nacicik. Bunun işi de dünyada istatistikçisi bu şey değişiklik üzerinden dünyadaki hazır dinliki nemsi bazılarının göz karşı 10 binden aşırı deydi. Yani yerlik ve akaza din uşak mezhep itibarından bazıları da 200 din. Cık değil ilgisi pes. Yani 10 bin, ya ki 1000, ya ki 200, ya 300 bolsa mı? Bununki her bir dünyanınki coğrafiyalik okşuma yer yaşavatkan insanlar mene mayat bir xil dini beni Xuda dep, beni çoquluvatkan, in bir xil itiqat tutugan, in bir tutugan, muşundaq nemi qilish arqali, mene muşundaq nemi olan jiq dillar ço'pa. Mene bu dillarniki hemmesi nemi boludu, uçanın özüde xata din boludu. Biz xata dinning yüzü xata dep qo'yish emas, amaliyotda xata. Qarabdır bunun itiqat qilayotgan dini o adamni yüzüne aşındaq bir içilish holatga olib shunda yaşatgan bo'lsa, yani yaşatishimiz shunda zo'r, nəhayət qiyinchilik holatda yashaydi. Yani inson demagidek hayvandim o'ta ashta bir holatga olib yashaydigan gap. Bu şu Hindi dininden ibaret olan, mene Budda dininden ibaret olan muş dinlarga itiqat qilgan kishilar qarab baqsak, mene bununki yashayotgan jamiyatga insonlarning ahvoli pek içilish. Aslında din uyarıcı apanay. Bu mene muşundaq içinish holatda bo'lgan bir din. Anda o'g'andikin mene dünyadaki dinlar mene muşu insanların deyişi muşu ama hazır biz okup kelayotgan dinniki asosan Hristiyan, Yahudi, Hristiyan, İslam din ve onun başka Hindu dini ve onun başka Sikh din deyimiz, mene Budperest din deyimiz. Mene 5-6 xil nima var hazır dinlar ço'pa. Biz hem de hazır terakki qilgan muşundaq bütün dünyanın hamma yerine echilib ketgan mush davrniki o'zidan men bu kishilardan nihoyatda nima qilamiz jiq uchiqishimiz. Unda o'g'andikin mushu dillarniki ustida. Hamda biz islom dinimizdagi zot qandoq din ekanligini mana har tarafdan har o'limalarimiz o'ziniki kuchi kelgan miqdorda men so'zlab harakat qilib kitob yozib so'zlab boshqacha qilyapti. Bu islom dinimiz mana Muhammad alayhisolamga Alloh taolo tarafidan tushirilgan nima o din. 610-yil Muhammad sallallohu alayhi vasallam men payg'ambar bo'ldi. Meni ilodi nima bo'yicha shuningda shu vaqtning o'zida 23 yil muddatda Muhammad alayhisolam Qur'oni Karimda iborat bo'lgan. Mana 6600 necha oyat
114 sureden ibaret olan muşriki umum mecmuası Muhammed Aleyhisselam'a düşken din. Şunun bilan birlikte buniki izohati ve uniki tushuntirişi ve onu ameliyat orqali ko'rsatgan 7 sünnet, men bu nima o? İslam din. Men bunu biz nima deymiz, onu İslamçı din deymiz. İslam dinimizdeki üze Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanında asas cihettin Peygamber aleyhissalatu vesselam tarihini şu hicretteki 10. yılı men şu ahırda yani Heccetul Vida'daydı vec qavaqtin üzüden düşken ayet var. Bunu ona andaki İslam din kamil mükemmelleşti. El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum İslam'a dinen degan ayetga asosan meni Peygamber mush ayet tushgandikin bir rivoyatda 3 ay atrofida keyin andi vafot etib ketdi deb çok qarıldı. Endi hajniki o'zini Zilhajjida qiladigan mana Rabiul Avval deyli mesela Rabiul Avvalniki shu 12 va deyli men mushu vaqtning o'zida Peygamber vafot bo'lgan. Yani demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zi vafot bo'lishdan burun Alloh taolo el yevme ekmeltu lekum dinakum. Ey Müslümanlar, men sizga sizniki dining bo'lgan islom dini endi kamil mukammel qildim. Bundan hech qanday bir kam qog'ini ya ushib ketgani hech qanday bir tarafdan ushtab bir narsa yo'q. Hozir kamil mukammel shu bo'ldi 23 yil muddatniki ichida. Buni meni vahiy qilish orqali hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'ziniki so'zi, amaliyati va qilish orqali buni sizga nima qildi yetkazdi. Anda o din mush bo'ladi. Bundan ush eğer bunidagi bir adam din manda bo'lib shuning uchun islom dinimizda bid'at eng xato. Şu Peygamber aleyhissalatu vesselam men ahdasa fi emrina hala min emrina haza ma laysa minu fa merdudun. Kimiki bizdeki bu işimizden bulmağa bir narsa meni paydo qilib, meni mandaqsama din, mandaqsa Allah razı olur de. Kur'an hadis bulmagan narsa imkon bo'lsa o o'ziga merdud. Yani bu İslam dini emas. Deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bu hadisda bu mazmunga aloqador bo'lgan o'xshagan bir qancha hadisda allaqachon nima qilib bo'lgan uni deb cho'p bo'lgan. Unda o'ganikin bizniki İslam dinimiz benim muşundak dinden ibaret olan narsa çok bu. Hem de İslam dinimizi düşünüşte bizdeki yani insanlarımız bu adamı qarab, yani müşahede bazı bir adam qarab. Ya olmaydı, cemiyetki bazı işi qarab bu din deb qalsa olmaydı. Din degan nima o? Din degan başka Kur'an bilan yedisi oldu. Eğer siz dinni tushiraman desiniz, dinni tushiraman desiz gapga emas. Yoki bu adamga emas. U tegin uqulolmaygan kim o? Kim chiroyli gap qo'ysa uniki gayniki emas. O gapga adamning tegini bo'ladigan o'zingizdagi millatidan chiqqan, o'zingizni xo'shisi bo'lgan, o'ziniki ma'ningizni chiqqan adamdan ondiki buni nima qiling, uni shuningda o'rganing. Shunga Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bir hadisda shuna deydi mazmunda madin nima omonat. Anda o'g'andiki sizlar madinni kimdan og'alig'ini diqqat qilinglar, qaranglar dedi. Anda o'lma din o'rganma deb kaskemas adamni o'rganmang deydi. O İslam hemimizin bölümümüz İslam dininin düşmanları şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan tatip mene külümüzü gerçek hiç kandak vakti üzerinde ne Hristiyan, Yahudi, müşrik, ateist her kandak ne gibi silip şu düşmanlar böyle toktap kalın şu yok. Her taraftan ne konuda bu yerde düşmanlık çok kovadıdın. Kovatkandikin itikadi taraftan yine Kur'an'ı bedası da vatkan yine Hadisin üstü bilası vatkan, yine Müslümanların üstü de muşundak din arkalıp, mene muşu mene asas kılıp dinin ucum vatkan muştak düşmanlar çok var. Mene bunda kılış arkalıp, bununki yeni geldiler, bunun usulü nacicik. Şundak belen gap kılıdı, Bismillah Allahu Ekber deyip, vay avuz edip, şunla ayet okup durup, şu arkalıp dinimizdeki üzerine asası cihetten onunki ruhunu buzvatıdığan, ya ki onu seskizler duruvatkan, açta işlerini çok kılıdı. Şunun için, biz dinni okuman desek, uçan özde hak qarab, yoki uni bunu qarab emas, shu o'zimiz biladigan, rasmiy o'qidigan, tushunadigan odamniki o'zidan anglash kerak. Dinniki o'zi, dinniki o'zi hech qanday vaqt o'zidan bir odamning fikri narsa emas. Qur'on bilan hadis bo'ladi, Qur'on bilan sahih hadis. Bu ikkisidagi umum majmuasi andiki islom dinchi bo'ladi. Buni qarta meni dinga o'qiyotgan dinni nim qilgan ahli ilminiki yani kishilarniki o'zi ba'zi jihatda bir xatolik bo'lib qoladi. Bu pirishta emas. Buni qarab din o'xshaydi desak bo'lmaydi. Ham
Onun üstüge bizdeki hazırki beşimiz kevatkan künü qarab, bizdeki din müştaq koydu destekçi bulmaydı. Din sizde undaq bu iş vurmaydı aslında. Dinde siz muşundak mustamlik olan, muşundak ittifaqsız olan, muşundak har olan, muşundak zar olan, muşundak biçare olan da vurmaydı İslam din. Kur'an hadis herkes bunu vurmaydı. Şuna Kur'an hadis İslam din denimiz cihatdan ibaret olan bu narsa nima qildi? Farz qildi. Mana farz qilib sizning besib olgan bo'lsa, muşta yatdinki üze, zemini bastırıp kirgen bolsa, uçağınıza bunu qoğdaş üçün her bir adamga 70'den 70 yaşgacha er olamdı, ayol olamdı. Ayolunuz iyirdi so'rashga bo'lmaydi. Qul bo'lgan bo'lsa, qo'ysiz so'rashga bo'lmaydi deb allamaqacha bu hukmni chiqarib oldi. Mana buni bo'riydi. Siz bu ishni qilmang. Ya bu ta'limotni bermang. Aqıdan anadaki bu uçağınızda hazır şillingizni menib unudaki mundaq desa, apır bu dinni ko'rsangiz bo'lamda. Din bunu vurmaydı. Hem de İslam dinimizdeki üstüde düşmanlar, benim Müslümanlarınki üstüde muşunda cih oğandikin her xil mene yelmeger, her xil yeli bilen Müslümanlarını müşahadatga ekip koydu. Mene bu 100-150 yılın alıda Müslümanlar İslam dünyası ama dünya bundakçı emesti. Bizim yaşavatkan hazır devrimizde benim muştaq bu kaldı. Bu bir kısmen vaxtlık bir iş. Yani aman ma bütkül kainat, ma bütkül nesniki üze kimniki mulki? Allah'ın mulki. Anda oğanikin vel akibetu lil muttaqin. Bu işdeki akıbeti yine ahir nemi galip kılıdığın, yine biz galip kılımız. İslam dini galip kılıdığın. Bu küfür davamlaşmaydı bunçilik. Çünkü dünyanınki hazırki tertip ve nizamlarınki hazır tüttün buzulup gitti. Hiç kanlar bir edep hatırcam yaşamaydıgan. Ben hazır çıkıp kaldı. Hatta hazır yol koçuk çıksak mı? Özümüz hatırcam halat çıkamaydıgan. Ağzımız baskı atıp çıkıdığan muşunda halat çıkıp gitti. Bu nereden oldu? Çünkü dünyanı muşunda paskılla idare qatkan bolğandiken şu paskıllarniki sebebinin muşda afetler çıkıyor. Beyden o yerde gitdi, o yerde gitdi deyip beka olmaydı. Dünyada, kainatta her kandak nerse, meyli çoğu nerse olsun, meyli kişiler olsun, meyli kıldın kişiler olsun, midraydıgan nerse, ya midirmaygan bir mevcut olan nerse Allah'ınki ilimsiz olmaydı. Allah'ınki takdir kılıp bekletken nerseler çok buludu. Bir yerde bunlar oluş beka olmaydı. Makul, sebep buludu, sebep okulu, bu sebebi var. Sebep olsun mu? Lekin Allah, benim bunu anlamakaca muşu vaktimizde müştah buludu, takdir çok boğan. Şunun için biz akıbette hazır kısmen ehvalı qarab bizniki mene muşundak musibetniki üzi hazır mene usqanğa yetdi. Göçtün ütüp yetdi dep qılmağa işimiz qalmadı. Mene bununki ümmetlerdim açtaqçı boğan. Mata nasrullah. Allah'ın yardımı qaçalı keldi ey peygamber de degen. Dep bak degen. Şu canın nemizde peygamber sabır qılın, çidanla. Bunun üstüde galip qılgan muşundak akli ve şer'i tarafta delini izdanla. Ondan galiba kılsılan dep men muş mezmunda nima var? Ayet var. Men muştaqo bizga emas, hamma buruq ummatlarga uchun bo'lgan. Buning uchun bu yerdagi bizdagi bunday qilib qo'yish hargiz islom dinimiz mana bu ishga sababchi emas. Ba'zi aqlsiz, aqli kendi uyutib qolgan, mushundaq ilim deb ilim bo'lmagan narsa boshqa mikrob, boshqa zahar yerdan olgan odamlarniki tushunchasi mana bu çok bu. Mene bizdeki muşu vatanimizdeki karşı muşda iş mücadele kıvatkan, iş kıvatkan, muşda işlerini kıvatkan, cihat kıvatkan, koraga hareket kıvatkan kim o asasen? Kim? Kim kıldı? Mene ülü vatkan, turmu yet vatkan adam kim? Hazır umumumuz ya biz geldi onu bunu kim kılan? Kim kıldı? Sabit Damollam kim? Elihan Tören, Abdülkadir Damollam. Mene muşunu alsak hazır. Hem misin imamı? Dinli de. Dinimiz muşunu burada. İslam dinimiz muştaqqan deb buyurdu deb şu vazifani men öz üstümge elip bunu icra qilman deb çok qiliqlab. Neçə min adamlar turmuşı ülüp ketdi. Neçə min adam asas. Hem başqalarımı var. Hem de bunun işidimi asasen şu dinni yani İslam dinimiz muştada buyurgan deb nim qildi. Hem de bununki asası hareket qilotganning asas nimasi nereden keldi ekan deb Xitoy hozir bunu bilib dinimizni umumimizni tusyapti. Hemimizin ben bunu demişsem. Hatta men Arapça yani Kur'anca hiç qanday ders diyamaydigan, talaffuz qilmaydigan, hatta ki bizdeki milli örf-odatimiz aynıp ketgan assalomu alaykum deydigan gapni diyamaydigan holatga ekib qo'ydi.
Bu nereden geldi? Çünkü bunu bizga karşı olan asası yadro güç mana terbiyelagan narsa dinken deydigan odat shu ekan. Buni kafir chog'da bildi, ammo bizning Uyg'urlarcha buni shu bilamayotdi. Bunu bilamay, buniki nicat yo'liniki üzerine. Bunun qutuluşuniki asas, yani usulüniki üzeri bu din emas, Kur'an bilan hadis emas. Başka yerden izleyişimiz gerek de bu yerden git pardon. Endi dünya bunu kolu ütüp ketdi, doğru. Ama şunu qilish gerek. Ama bu herkes o bu asli yaxshilik mümin musulmonlar uchun keladi. Ama hozir islom dunyosi bu qisma ahvol, o degan o asosni nima shu emas. Anda o ekan mana şu bizniki bu qatimki darsimizdagi din va uniki mohiyati nima degan to'g'riliq o'zimizga tushgan vazifaning o'zini aqosiri bilan men o'rtoqlashgan bo'ldik. Endi dinning o'zi Hristiyan, Yahudi dini, Hristiyan dini, Budda dini, Hindu dini va undan boshqa Sikh va Budparast dini dedik. İnşallah bunundaki muşu dillarning ustida yani azraqdan yani bir to'xtalamiz. Çünkü biz yaşayotgan hozirgi jamiyatning o'zida bunundu haliçi bulamayız. Birisi Hristiyan, birisi Yahudi, birisi. Yani şunudek bu İslam din meni hozirgi yani tushunmaylar, ba'zi bir qiyinchiliklarga qarab, meni bu din baştaq akib qo'ydi. Unda onun başqa dinga kirsak bo'ldi deydigan. Bu kamchilikning o'zi dinni ko'rgan İslam dini, asl İslam dinimiz bundaq emas. Bunu ko'rib, ani başqa dinga baştaq bo'lgan şeydi deydigan mushta bir tushunch bo'lib qoldi. Shuning uchun buniki darsimizda mushu dillarning o'zida yani azraq to'xtalishga niyat qilamiz. Alloh taolo bunuga bu darsniki üstü to'xtalishga Allah muvaffaq qilsin. Hammamizning Alloh taolo to'g'ri tushunchi bo'yicha amal qiladigan, to'g'ri tushun, to'g'ri ideya, to'g'ri anga ega qilsin. Hammamizning hidoyatning ustida mustahkam bo'lsin, to'g'ri tushun bo'yicha mana hidoyat qilib Alloh taolo haqning ustida mana turadigan, haq uchun mujodala qiladigan, shu uchun kurash qiladigan haqiqiy taqvo men mu'min, musulmon, mujahid kishilarni qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.